Toy qazıda bu qız. Öyle buldu adaş, tazım açığın geldi o. Esingdi mi adaş? Bir ay burun yakat yiyin kelgende keşke klubda bir kız bilan tanışıydım go. Öyle Diana degan kız mı? Ya, şu. Onun bilan bir hafta aralashib ishini tugutib edim, chaplashib qo'ymaydi degana mening bir haqqi bordek. Shuncha bola zerikkan bo'lsam, beraman. Ala adaş, sening baygan qiz bormi? Qaranglar. Bu yaqinda bir qiz bilan tanishgan. Her qizni aldab, söyme, köyme, o'chma deb qizni qizig'ini ko'rib, rohatlanib yurmay qaranglar. Mo'shu gapni boshqa gapim yo'q ma'ada. Buni birdan sinasi yoki birdan aytsi, birdan orzulab yashayotgan qizi u. Shu qizning o'rnida o'zingdan sanamog'imiz qanday qilar eding? Sen bir men yo'q, bir gaplar qilmag'ina. Assalomu alaykum. Ana otsa. Ana bolla yaxshimi? Assalomu alaykum. O aştaqu bilme. Haras otsoğul tanışıp qo'yinglar. Zulfar, Arman, Qudrat, Bahadur, Hakim, Ruslan. O endi qilay gapini biz. Bu tanışımızsın. Biz tanışaymiz biz. Adaş, bir hafta bo'ldi qara. Bir qiz bilan alishib, tanishib, her qizni aldab ahmoq qildirma adaş. Oy, kimga o qiz? Adaş, sen bu qizni tanlamsak-ki, buni shu qarqimalda ko'chib ketgan Osman Kaplan bor. Ashlarga ko'chib ketgan adaş. Sen unda otsa? Bu şundaq alem iken tengshelmigen, tengshelmez ming yaşsa uni adam. Teng görgeç ham sut emgen bendisini, tengsheydu uni beqat Allah egem. Her qadamni o'ylanib bas hey bende, qilgan ishim qaytib bo'lar sharmanda. Savab ishda ot selishib jibishqin, gunoh bilan maqtanmasdan ko'rganga.